Bitta savdogar odam bor ekan. Nimaiki ishga qo'l ursa, hamma ishi baroridan kelib ketar ekan. Nima sotib olsa ham foydasi bilan sotar ekan. Bir yong'oq sotib olsa ham o'shani 2 baravar, 3 baravar foydasi bilan sotar ekan. Misol uchun bitta ozg'in qo'yni sotib olsa, ani qo'y bir pasda dumbalari katta bo'lib, semirib, zo'r bo'lib ketar ekan. Daji bug'ozmas deb olgan narsasi ham bug'oz chiqib qolib, 2 baravar foydasi bilan ketar ekan. Ozg'in bitta buzochasi bilan ozg'in bitta sut bermaydigan sigirni sotib olsa ham, ani bir pasda sigir semirib, yaxshi sutga kirib, buzochalari ham semirib, zo'r bo'lib ketar ekan. Odamlar aytar ekan. Buni bir gapi bor, bunda bir gap bor. Buni bir qanaqadir sirli, sehrli omati bor deb odamlar ham aytishar ekan. Buni endi sirli omatidan ham tashqari bu savdogar o'ziga yarasha tajribasi bor ekan. Shu ishda yoshligidan ulg'ayganligi uchun, katta bo'lganligi uchun buni nima kasali bor, bunga men sotib olganimdan keyin nima qilsam yaxshi bo'lib ketadi deb o'zini ham hayotiy tajribasidan foydalanib, o'zi ko'p shu ishlarni qilar ekan. Oxir oqibat odamlarning omad haqidagi bu harakat qilmasa ham shunday sotib olsa ham buniki bo'lib ketyapti degan gaplariga sekin-sekin ishonib buni miyasiga sekin-sekin quyilib boribdi. Kunlardan bir kuni bir to'da tovuqlarni sotib olibdi. Endi tovuqlarni sotib olishdan maqsad ham nima? Foyda ko'rish. U tovuqlarni tuxumini olib sotib, tuxumini o'zi har kuni tuxum qilib turganda ham bitta ikkitadan tuxum qilib turganda bir to'da tovuq qancha tuxum beradi. O'shalarni sotib, yaxshi foyda ko'rish maqsadida bir to'da tovuqlarni sotib olgan. Tovuqlarga dom berib qo'yar ekan, boshqa qilar ekan. Bir haftaki o'tibdiki, tovuqlar tuxum bermabdi. 2 hafta, 1 oy, 2 oy vaqt o'tib ketibdi. Tovuqlar tuxum bermabdi. Keyin bu ishdan hayron bo'lib, o'zini tarafidagi bitta nomi chiqib ketgan bir donishmand odam esiga tushibdi. Ani donishmand odamni oldiga borib, bo'lgan voqeani, masalani aytibdi. Donishmand odam eshitib turibdi-da, aytibdi. Endi debdi, do'stim, bitta ish qilasiz debdi. Nima ish qilaman degan ekan? Tovuqlaringizni katiga kirib, tovuqlaringizni 3 mahaldan itarasiz debdi. Savdogar odam hayron bo'lgan. Nega debdi? Siz debdi, tovuqlaringizni bir kunda 2 mahal, kamida 3 mahal itarib turing. Tovuqlaringizni 3 mahaldan itaring, katiga kiring, ertalab itaring, obedda itaring, kechqurun itaring debdi. Siz aytganimni qiling debdi. Savdogar odam mayli debdi. Donishmand odamni ham gapida bir jon bordir deb kelib tovuqlarni katiga kirib, tovuqlarni itarishni boshlabdi. Birinchi kun o'ziga g'alati tuyulibdi bu narsa. Ikkinchi kun endi birinchi kun g'alati tuyulgan, ikkinchi kun kirsa, yaxshilab tovuqlarga ahamiyat berib qarasa, tovuqlari haqiqatda bir joyda turaverib, dom berib yeverganda lanj bo'lib, qoni yurishmasdan tuxum beradigan sharoitda bo'lmagan ekan. Bu kirib tovuqlarni bu kateni bu yog'idan bu yog'iga itaribdi, u yog'idan bu yog'iga itaribdi. Kalta bilan itargan, qo'li bilan itargan, boshqa qilgan, u bu qilgan, xullas tovuqlari harakatga kelishni boshlabdi. Bir kunda 3 mahaldan tovuqlarni itarib, haydab, mashnaqa qilib harakatga keltirgandan keyin endi bu orada bo'layotgan narsa. Qo'shnisi kirib qopti. Qarasa, savdogar tovuqlarni itarib yotibdi. Keyin, "Voy" debdi, "Sen jinnimisan? Katiga kirib olganingni qara, tovuqlarni itarib yuribsan, u yoq bilan bu yoqqa, bu yoq bilan u yoqqa itarib olsan.
Sen jinni bo'lib qopsan deb chiqib ko'chadagilarga mana palonchi savdogar omati mana shunaqada ekan. Mana to'g'larni katagiga kirib to'g'larni itarib yuribdi bu deb hammaga gapirgan. Hamma ham voy debdi. To'g'larni itarib yurgan ekan bu. Bu degan gap so'z bo'lib, boshqa bo'lib, hamma ustidan kulibdi. Hamma ustidan kulayotgan vaqtida u to'g'lari tuxumga kirib ketibdi. Yaxshigina tuxumga kiribdi. Yaxshigina tuxumlarni sotib, hali savdogar o'zi kutgan natijadan ham ko'proq foyda olibdi bu ishdan. Keyin bu narsadan savdogar o'zi ham aqlli odam ekan, bu narsadan xulosani chiqazibdiki, savdogar o'zi oldin odamlarni buni qanaqadir sirli omati bor, sirli narsasi bor, nimaiki ishga qo'l ursa yaxshi bo'lib ketadi degan gaplariga ishonib qolib, bu harakatdan to'xtab qolgan edi. Donishmand ham to'g'laringizni itaring, u yoqqa, bu yoqqa itaring degandan maqsadi to'g'ri ham harakatga kelsa, qoni yurishsa, harakat bo'lsa, bu ikkita tomonlama sabab beryapti. Birinchidan to'g'ri masalasidan, ikkinchidan hali odamning o'ziga sabab beryotganiki, siz to'xtab qoldingiz. O'zingiz ham harakatga keltirib turing. Bu donishmandning fikrlarini o'ylab ko'ribdi. Bu narsadan qanaqa xulosa chiqarishimiz mumkinki, odamlarni o'zi boshida gapirayotgan odamlar ham keyin bu narsani sekin-sekin mag'ziga yetib, ma'nosini tushunib boshlashibdi. Shuning uchun bir narsani birinchi marta ko'rgan vaqtda odamlar shu narsani ko'rib turib, sirazi bu boshqacha narsa ekan degan yomon xayolga birinchidan borish kerak emas. Ikkinchidan odam o'zini omatiga ishonib harakatdan to'xtab qolish kerak emas. Ani qo'shnilari ham oxirida izza bo'pti shu gapirgan gapidan. Palonchi savdogar to'g'larni itarib yuribdi degan narsasi keyinchalik mashhur bo'lib ketibdi. Chunki to'g'lari ham, o'zi ham, boshqa odamlar ham shu narsani ko'rib sabo olib harakatga kelishibdi. O'sha gap hasadgo'y insonlar bir ayb qidiradi. Nodon insonlar bu narsani tarqatadi. Aqlsiz insonlar bu gaplarga so'zsiz ishonadi. Shon shuhratga emas, ilmga intilgan odam meni ham bir bilmaganim bordur deb bu gaplarni yopadi. Odamlarning oldiga farishtani olib kelib qo'ysangiz ham, qara, buni qanoti bor ekan deb gapirishadi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, bu shunaqa gaplar TV kanali. Bundan ham qiziq suhbatlarni o'tkazib olmaslik uchun agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.